Necha marta aytishim kerak senga buni qilmaydi deb. Xo'p, ustoz. Har doim ish qilayotganingda toza ish qilishni o'rgangin. Mana buni sen qilayotgan bo'lsa, buni boshqa biri o'qigan. Birovning mehnatini qadrlang, tushundingmi? Ustoz, o'zi eng zo'r treniring qaysi? O'zbekiston bo'yicha eng zo'r treverting bu moviy bo'ladi. Esingdan chiqarmagin. Barishingni qil. Seni baqirib, urishib so'ksam mendan xafa bo'lmagin. Shu hunarni yaxshilab o'rgangin deyman-da. Xafa bo'lmayman. Ancha o'rganib oldim. Ancha qo'lingdan kelib qoldi. Yaqinki. Bo'ladi. Har doim ish tugatgandan keyin instrumentlarni yuvib, tozalab qo'yib qo'ygin, tushundingmi? Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqatli oz bo'ladi. Mana, yuvib tozalab qo'y. Mana sizlar bilan kelishilgan pul. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Rahmat aka, siz ham rozi bo'ling. Mana lesalarni bo'lmasa keyingi obyektimizga opar. Mana bu obyektda topgan sari haqqing. Bo'lmasa ertaga o'sha yerda ko'rishamiz. Hopmi shogird? Alo shogird? Ustoz, Trevetinglarni hammasini yangi obyektga olib keldim. Ko'rinmayapsan? mazam yo'q ozgina. Bo'pti, hop, tuzalib chiqarsan. Shogirddan bir haftadan beri ishga chiqmayapti. Ish qilib tinchlik bo'lsin deb. Shogirdimmi? U biza qo'lidan hunarini olguncha ishini ham tog'a deymiz. U biza qo'limizda ish kelib qolsa, ertasi kundaroq uzun bo'ling deymiz. U biza gaplarim to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb kamaytar edi. Fikrlarni qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. U biza